Prezident Shavkat Mirziyoyev kecha 22-may kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini 2026-yilgi Jahon chempionatiga kuzatish marosimida ishtirok etdi. Dastlab shu haqda. Bunyodkor stadionida futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolarini Jahon chempionatiga kuzatish marosimi boshlanmoqda. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etyapti. Davlat rahbari hozirgina nutq so'zlash uchun minbar oldiga chiqib keldi va o'zingiz ham tinglaganingizdek, guvohi bo'lganingizdek 30 mingdan ziyod futbol muxlislari, yurtdoshlarimiz stadionga yig'ilganlar. Prezidentimizni qolaversa terma jamoa a'zolarini juda katta xursandchilik bilan qarshi oldilar. Davlatimiz rahbari stadionda to'plangan yurtdoshlarimiz, futbol muxlislari, milliy terma jamoa a'zolari, murabbiylar shtabi va sport jamoatchiligi vakillarini katta futbol bayrami bilan tabrikladi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, aziz futbol muxlislari, barchangizni bugungi fayzli oqshomda o'tkazilayotgan katta futbol bayrami bilan tabriklayman. Bugun o'zbek futboli uchun yana bir tarixiy kun desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Katta ishonch va ezgu tilaklar bilan milliy terma jamoamizning AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatiga kuzatyapmiz. Fursatdan foydalanib bizga mana shunday unutilmas kunlarni taqdim etgan mahoratli futbolchilarimizga, ularni tarbiyalab voyaga yetkazgan ota-onalariga, ustoz murabbiylariga, terma jamoamizning barcha a'zolariga butun xalqimiz nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Qadrli do'stlar, sizlarning milliy jamoaga bo'lgan mehringiz va sadoqatingiz har qancha tahsinga loyiq. Issiqni issiq demay, yomg'irni yomg'ir demay, g'alaba onlarida ham, qiyin damlarda ham futbolchilar bilan birga bo'lib, haqiqiy vatanparvarlik namunasini ko'rsatib kelyapsiz. Buning uchun stadionni to'ldirib o'tirgan muxlislarga, sizlar orqali futbol sevar xalqimizga alohida rahmat aytaman. Bugun stadionda fan klublarimizni ham ko'rib turibman. Ular terma jamoamiz o'yinlarini nafaqat tribunadan kuzatyapti, balki futbolchilar bilan birga kurashayapti. Futbolni ichida yashayapti. Fan klublar a'zolari har bir o'yinda chin o'zbekona betakror uslubi bilan 12-o'yinchi vazifasini munosib bajarib kelyapti. Prezidentimiz mamlakatimizda futbol allaqachon har bir oilaning do'stiga aylanganini ta'kidladi. Sportchilarimiz erishayotgan yutuqlardan ruhlangan farzandlarimiz orasidan ham kelajakda yangi chempionlar yetishib chiqishiga ishonch bildirildi. Davlatimiz rahbari milliy terma jamoa a'zolariga murojaat qilib, xalqimiz ularga oq fotiha berib, katta mundialga kuzatayotganini ta'kidladi. Oldinda Portugaliya, Kolumbiya va Kongo terma jamoalari bilan muhim o'yinlar kutib turgani, futbolchilarimiz katta kuch-g'ayrat va ishonch bilan maydonga chiqishi zarurligi qayd etildi. Nutq yakunida O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi yangradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolari bilan esdalik suratiga tushdi. Shundan so'ng konsert dasturi namoyish etildi. Tadbir yakunida milliy terma jamoaning nazorat uchrashuvi ham bo'lib o'tdi. Chiroyli chiqdi kombinatsiya.